Ispaniyada 18-yanvar kuni kechasi mudhish temir yo'l halokati yuz berdi. Ikki tezyurar poyezdning to'qnashib ketishi oqibatida kamida 21 kishi halok bo'ldi. Bu haqida politsiya manbalariga tayanib Reuters xabar berdi. Voqea Madrid vaqti bilan soat 18:40larda Kordoba provinsiyasidan Madrid yo'nalishi bo'yicha harakatlana boshlaganidan 10 daqiqa o'tib sodir bo'lgan. Kordoba provinsiyasidagi Adamus shahri yaqinida Malaga-Madrid yo'nalishida ketayotgan poyezd relsdan chiqib ketgan va qarama-qarshi yo'nalishga o'tib ketgan. Oqibatda u Madriddan Uelva shahriga qarab ketayotgan Renfe kompaniyasiga qarashli Alvia poyezdi bilan to'qnashgan. Zarba oqibatida ikkinchi poyezd ham relsdan chiqib 4 metr balandlikdagi ko'tarmadan pastga qulagan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hodisa oqibatida 21 kishi, jumladan Madrid-Uelva poyezdi mashinisti ham qurbon bo'lgan. Jami jarohatlanganlar soni 100 kishi bo'lib, ulardan 25 nafarning ahvoli og'ir. Ta'kidlanishicha, Iryo poyezdi bortida 300 dan ortiq, Renfe poyezdida esa 100 dan ortiq yo'lovchi bo'lgan. Ayni paytda shifoxonalarda 18 kishi qolmoqda. 6 kishi o'ta og'ir, 5 kishi og'ir va 7 kishi turli darajadagi jarohatlar bilan davolanmoqda. Qurbonlar sonining yana ortishidan xavotirdamiz, dedi Andalusiya sog'liqni saqlash boshqarmasi rahbari.